Agar bu xatolarni qilsangiz, jo'jalaringiz bir kunda o'lib qoladi. Birinchisi bu jo'jalarni sovuq joyda saqlash. Yangi tuxumdan chiqqan jo'jalar sovuq joyda yashashga tayyor bo'lmaydi va shuni hisobiga ham ular bir-birini ustiga chiqib ketib, agarda joy sovuq bo'ladigan bo'lsa, bir-birini hattoki bosib o'ldirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun normal harorat jo'ja uchun muhim. Ikkinchi sabab bu suvni tez-tez almashtirib turilmasligi va sovuq suv berib qo'yish. Yangi chiqqan jo'jalar aynan shunaqa sovuq suvdan yoki eski suvdan tezgina kasallik orttiradi va nobud bo'ladi. Uchinchisi, jo'jalarga haddan tashqari issiq sharoit qilib berish. Ya'ni jo'jalar yashaydigan joyda lampochkani pastroq qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz va jo'jalar har tarafga qochib ketadigan bo'lsa, ya'ni bir chekkaga qochib turib oladigan bo'lsa ham, bu narsa jo'jalar uchun zarar. Va imkon boricha lampochka qo'yganda sal teparoqqa qo'yish tavsiya qilinadi. Umumiy qilib aytganda, agar jo'jalar sovuq joyda turgan bo'lsa, bir-biriga yopishib oladi. Bu brudar yoki o'sha katayning sovuqligidan dalolat beradi. Agarda hammasi har qayerga qochib ketadigan bo'lsa, demak, brudarning ichi issiq degani. To'rtinchisi, bu katta tovuq yemlarini jo'jalarga berish. Ularni jig'ildoni buni hazm qilishga tayyor bo'lmaydi va o'z-o'zidan nobud bo'ladi. Beshinchisi, jo'jalar yashaydigan katak yoki brudarda havo yaxshi aylanmasligi. Bu ammiak gazini tiqilib qolishiga sabab bo'ladi va jo'jalar ushbu gazdan nafas olganlik hisobiga nobud bo'ladi. Shunday ekan, jo'ja boqayotganda albatta ularning yashash joyiga, yeyayotgan yemiga, suviga e'tiborli bo'lish kerak. Bunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna bo'ling. Biz sizga eng yaxshilarini ko'rsatishda davom etamiz. Bunaqa videolarni o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna bo'lib, podpiska tugmasini bosib qo'ying. Video haqida fikr-mulohazalaringizni kommentariyada kutib qolaman.